Assalomu alaykum do'stlar, siz KinoTime'dasiz va bugun e'tiboringizga 2016-yilda suratga olingan mag'rurlik, xurofot va zombilar filmini taqdim etamiz. Videoni tomosha qilishdan oldin kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Biz esa boshladik. Demak, 15-asrga kelib butun jahon savdo hamjamiyatiga qo'shilgan Angliya kemalari o'z tovarlari orasida tasodifan zombi virusini tashib keladi. Ko'p o'tmasdan minglab odamlar virusni yuqtirib zombiga aylangan holda miyalarini g'ajishni boshlashadi. Ilojsiz qolgan hukumat London shahrini balandligi 100 metrdan oshadigan devor bilan o'rab chiqishga majbur bo'ladi. Kunlardan birida shahar ostonasiga shoshib kelgan polkovnik Darsin odamlardan birini zombi tishlaganligidan xabar topadi. Maxfiy boshpanaga kirgan polkovnikni rohib boshdan oyoq yechintirib uni tekshiradi. Bundan so'ng uni ichkariga kirgizishadi. Uy egasi bo'lmish Featherston xonim bu yerda hech qanday zombi yo'q ekanligini ta'kidlaydi. O'zini karta o'ynamoqchiday ko'rsatgan Darsin esa stol ustiga xo'rak pashshalarni qo'yadi va ularni qo'yib yuborgach, ular chirigan jasadni topishlarini aytadi. Ular esa o'zini fosh qilishni istamagan zombining kallasida chambarak bo'lishadi. Polkovnik shart bokalni sindirib, uning boshini uzib tashlaydi. Buni ko'rgan odamlar esa tagliklarni to'ldirib yuborishadi. Featherston xonimning qizi tezda zararlangan erkakning jiyanidan xabar olishga oshiqadi va ne ko'z bilan ko'rsinki, zombiga aylangan qiz xizmatkorini ham tishlab olishga ulgurganligini ko'radi. Ayni damda Mr. Bennett qizlarga zombilarga qarshi tura olishlari uchun jang san'ati va qurol ishlatish mahoratini o'rgatayotgan edi. Ammo bundan norozi bo'lgan Bennett xonim qizlari yaxshisi non yopish va bichish tikishni o'rganganliklari yaxshiligini ta'kidlaydi. Aks holda yersiz qolishardi-da. Yaqin kunlarda katta bal uyushtirilishini aytgan ayol eridan qizlarning balga borishlariga ruxsat berishini so'raydi. Elizabetdan tashqari barcha opa-singillar ersiraganlaridan bundan juda xursand bo'lishadi. Kichik ko'ylaklarni kiygan qizlar qurollarni ham olishni unutishmaydi. Darsin bilan ko'rishgan do'sti Bingley Jane'ni ko'rishi bilanoq unga oshiq bo'ladi. Qiz ham bunga qarshi emasdi va tun birgalikda ajoyib o'tadi. Sal turib Darsinni ham turg'izgan Bingley unga Elizabetni raqsga taklif qilishi kerakligini aytadi, ammo qiz uning tabiga to'g'ri kelmas ekan. Buni eshitgan Elizabet esa o'zini kamsitilgan his qilib u yerdan ketadi. Ko'chaga chiqib ko'z yosh qilib turgan Elizabetning oldiga zombiga aylangan Featherston xonim keladi, biroq hozircha gapirishni unutmagan ayol unga endi nimadir demoqchi bo'lganida, Darsin uning miyasidan darcha ochib qo'yadi. O'q ovozini eshitgan odamlar darhol ko'chaga chiqishadi. Ko'p o'tmasdan yana bir zombi paydo bo'ladi va qorovullar trevoga signalini chalishadi. Mehmonlar qo'rqqanlaridan berkinib olishganda, opa-singillar qahramonlarcha jang qilib zombilarni chavaqlab tashlashadi. Elizabetning itday urushayotganligini ko'rgan Darsin uni yoqtirib qoladi. Barchasi tugagach zombilarni yoqib yuborishadi. Ertasi kuni Jane xushtorchasi Bingleydan taklifnoma oladi. Bennett xonim esa aynan shu kunni kutib yurgan edi. Yo'l bo'yi zombiga duch kelgan Jane uni endi otmoqchi bo'lganida hurkib ketgan otdan yiqilib tushadi. Jane yana zombini otishga urinadi, ammo qirol pand berib uning ham qo'lini yaralaydi. Zombi uning oldiga kelishi bilan Jackie Channing priyomlarini qo'llagan qiz bir zumda uni qo'lsiz oyoqsiz toshbaqaga aylantiradi. Ertasi kuni Elizabeth Bingleyning uyiga keladi. Ma'lum bo'lishicha, issig'i chiqib ketgan qiz tunni shu yerda o'tkazgan ekan. Ammo Darsin uning zararlanganligidan xavotir oladi va hamma ketgandan so'ng chirindiqor pashshalarni chiqarib yuboradi. Ammo pashshachalar unga qo'nishmaydi va Elizabeth ularni bittalab ushlab o'ldirib, bir joyga tiqib qo'yishini aytgan holda egasiga qaytaradi. Ertasi kuni qizlarni yetaklab kelgan Bennett xonim Elizabeth va Jane'larni olib ketmoqchi ekanligini aytadi. Bingley ularning qolishini istardi, ammo Darsin bu bilan zararlanishga tavakkal qilishlari mumkinligini aytadi. Biroq hech kimda xafagarchilik bo'lmasligi uchun yaqin kunlarda katta bal uyushtirishga kelishib olishadi. Sal turib janob Bennett oilasini amakivachchalari Collins bilan tanishtiradi. U janob Bennettning vafotidan so'ng uning mol-mulkiga egalik qila oladigan yagona odam edi. Tushlik vaqtida ularning xolasi bo'lmish Catherine xonim zombilarning haqiqiy ajali ekanligini eslatib qo'yadi. U Jane'ga ko'z olaytirishni boshlagach, Bennett xonim uning Zanet ekanligini va uning o'rniga Elizabetni taklif qiladi. Collins va opa-singillar xolalarni ko'rgani ketishayotganda, yo'l bo'yi avariyaga uchragan arava tagida qandaydir ayol yordam so'rayotganligini eshitib qolishadi. Opa-singillar shay holga kelishadi va aravadan zombi chiqishi bilan chiqqan joyga qayta tiqib yorishadi. Shaharga yetib kelishgach, yangi askarlar kelganligini ko'rishadi. Leytenant Whitham bilan uchrashgan Elizabeth u bilan tezda til topishib ketadi. Ularni uzoqdan ko'rib qolgan Darsin esa qizni rashk qilishni boshlaydi. Whitham esa oilaviy muammolari sabab Darsin bilan munosabatlari yaxshi emasligini aytadi. Bal boshlangach, barcha jufti bilan tanovorga tusha boshlaydi. Elizabeth ham endi Whithamga osilib olgandi hamki uni tortib ketgan Collins qizning yuragini zabt etishga kirishadi.
Darsin ham chetda qolmaydi va talash bo'lgan qiz narxini oshirishga qaror qiladi. Darsin ketayotib, Bennet xonim qizi Jane puldor Bingley bilan baxtli bo'lishi haqida aytayotganligini eshitib qoladi. Elizabeth esa Bingley bilan to'qnashib qoladi va ular qandaydir shovqinni eshitishadi. Ortlariga qarashgach, xizmatkorlardan biriga zombi hujum qilganligini ko'rishadi. Qurollanib olishgach, podvalga yo'l olishadi, ammo Bingley zombi hujumiga uchraydi. Uning ortidan kelgan Elizabeth zombini biryoqlik qilgach, do'stini ko'zdan kechirarkan, podval zambaqlarga to'la ekanligini ko'radi. U ulardan bu yerga qanday kelganliklarini so'raydi va ulardan biri yangi do'stlari ularga yo'l ko'rsatganligini aytadi. Ayni damda paydo bo'lgan Darsin tezda qurolini olib, ko'zi ko'rgan zombilarni o'ldirishni boshlaydi. Bundan so'ng Bingleyning ham zararlangan yoki yo'qligini so'rab, uni ham o'ldirmoqchi bo'lganida, Elizabeth uning shunchaki yiqilib tushib hushidan ketganligini aytadi. Ertasi kuni Jane'ga xat yozgan Bingley oilasi bilan birga Londonga qaytib ketayotganliklarini ma'lum qiladi. Collins vaqtni boy bermasdan Elizabethning qo'lini so'raydi va unga rad javobini bergan qiz esa ko'chaga chiqib alamini trenirovkadan oladi. Onasi Collinsning taklifini rad etganlikdan jahl qiladi, ammo otasi u tomon bo'ladi. O'rmonga kirib ketgan qiz ustida qarg'alar uchib yurgan 4 ta erkakni ko'radi. To'satdan Whitcomb qayerdandir paydo bo'ladi va ortiga qayrilgan qiz boyagi erkaklar g'oyib bo'lganliklarini ko'radi. Bu yerda yolg'iz ekanliklarini aytgan Whitcomb esa uni qayergadir olib ketadi. Birozdan so'ng qandaydir cherkovga yetib kelishadi. Ichkariga kirgan Elizabeth u yerdagilarning barchasi zombi ekanliklarini ko'radi. Qizni qurolini qo'yishga undagan Whitcomb bular cho'chqa miyasi bilan oziqlanadigan va insonlarga zarar yetkazmaydigan zombilar ekanliklarini aytadi. Bundan hayratga tushgan qiz bu haqida qirolga xabar berishlari kerakligini aytadi, ammo Whitcomb bundan foyda yo'qligini ta'kidlaydi. Bir necha kundan so'ng Collinsga unashtirilganligini aytgan Elizabethning dugonasi yigitning oilasi bilan uchrashuvga u bilan birga borishini so'raydi. Collinsning uyiga kelgan Elizabeth devordagi suratlardan birida u o'rmonda ko'rgan odamlar tasvirlanganligini ko'radi. Ular qiyomatdan oldin paydo bo'lisharmish. Ular nihoyat o'sha mashhur Catherine va uning qizi bilan uchrashadi. U yerda Darsin ham bor edi. Ma'lum bo'lishicha, u Catherinening jiyani ekan. Ertasi kuni Elizabethning oldiga kelgan Darsin undan qo'lini so'raydi, ammo qiz uni rad qiladi. Orada kimdir qaysinisigadir so'kib qoladi va janjalni ajali boshlanadi. Qiz ham o'lib turganmidi bilmadim, har safar to'g'ri Darsinning tagiga yiqilishdan u yog'iga o'tmaydi. Qiz baribir ham unga turmushga chiqmasligini aytgach, yigit tilla go'shtingni tilingga taqdidida u yerdan ketadi. Ertasi kuni qiz Darsindan xat oladi. Undagi so'zlar esa qizning yuragini shashlikka qiyma qilganday eritib yuboradi va uni rad qilganligidan pushaymon yeydi. Darsin xatida zombilarning hujumini qaytarish uchun Londonga ketayotganligini, bu zombilarni kimdir boshqarayotganligini ham yozgan edi. Uyga qaytgan Elizabeth Whitcomb ularning kichik singlisi Lydia bilan qochib ketganligidan xabar topadi. Ertasi kuni Jane va Elizabethlar shahar ko'prigi oldiga kelishadi. Ularni to'xtatgan askarlar ko'prikka bomba o'rnatayotganliklarini va erta tongda uni portlatib zombilar hujumini to'xtatishlarini ma'lum qilishadi. Ammo opa-singillarni bu to'xtatib qola olmaydi. Ayni damda Bingley zombilardan birining iskanjasiga tushib qoladi va uni vaqtida yetib kelgan Jane qutqarib qoladi. Yaqin oradagi Darsin ham ularga yordamlashadi, ammo yer ostidan chiqqan qo'llar uni qo'yib yuborishmaydi. Zombilarning dodasi uni endi o'ldirmoqchi bo'lganida Elizabeth uni qutqarib qoladi. Darsin u cherkov 5 kun oldin yonib ketganligini va singli ham halok bo'lgan bo'lishi mumkinligini aytadi. Darsin u yerdan ketgach, Elizabethni aldaganligi ma'lum bo'ladi. U qizni xavfdan himoya qilish uchun bust-butun turgan cherkovni yonib ketgan degan edi. Cherkovga kelgan yigit zombilar talpasini boshqarayotgan apokalipsis chavandozlarni ko'radi. Ayni damda Elizabeth Bingleyning portlashni kuzatishi lozim bo'lgan ko'prik qolib, cherkov tomonga eltadigan yo'lakka tikilib qolganligini payqaydi. Bundan Darsinning aldaganligini tushungan qiz singli bilan cherkov tomon yo'l oladi. Cherkovga kirgan Darsin zanjirband qilingan Lydiani topadi. Devorda esa Londonga hujum qilish rejasi tuzilgan xaritani ko'radi. Ayni damda Whitcomb paydo bo'ladi. Darsin Lydia uchun unga pul taklif qiladi, ammo bundan bosh tortgan Whitcomb unga o'q uzadi. Shovqin zombilar e'tiborini tortadi va ular tomonga kelishadi. Whitcomb o'zini himoya qilishga urinarkan, Darsin Lydiani ozod qilib zindondan qochib qoladi. Qizni otga ming'izgan Darsin uni ko'prik tomon jo'natadi, o'zi esa zombilar va o'lay demagan Whitcomb bilan jang qiladi. Yo'l yurib kelgan Elizabeth uzoqdan olov ichida qolgan Londonni ko'rib dahshatga tushadi. U Lydiani ko'rib uni chaqirishni boshlaydi. Uning ortida zombilar talpasi paydo bo'ladi va qiz qilichini yalong'ochlaydi.
Lidiya ko'prikni portlatmaslardan oldin o'tib olishni uddalaydi. Ayni damda bu ikkovi xo'roz chiqquncha jang qilishadi va Darsin nihoyat g'olib chiqadi. Ammo Witham allaqachon o'lik zombiga aylangan ekan. Witham apokalipsis chavandozlarini go'rlardan o'zi olib chiqqanligini va dunyoga hukmron bo'lishini aytib, endi boshini uzmoqchi bo'lganida Elizabeth yetib kelib, uning qo'lini chopib tashlaydi. Bundan so'ng otga minib minga qo'yib zombilar bilan birga ko'prik tomon oshiqishadi. Ular bombalarni portlatishni boshlashganlarida ko'prikka yetib kelishadi. Lidiya opasi halok bo'ldi deb o'ylab turganida, chang-to'zon tarqagach o'ziga kelgan Elizabeth Darsinni izlashga tushadi va uni hushsiz holda topgach, undan bo'sa olib, uni sevishini aytadi. Bir necha kundan so'ng Bingley Jane'ning qo'lini so'raydi va qiz albatta rozi bo'ladi. Komadan chiqqan Darsin esa Elizabethga ko'prikda unga nima deganligini eshitganligini aytadi va uning qo'lini so'raydi. Juftliklarimiz turmush qurishadi. Ularni shaxsan Collins nikohlab qo'yadi. Barcha baxtdan sarmast bo'lib turishganda, Witham chalajon armiyasi bilan to'yga taklifnoma bermaganliklari uchun jahl bilan ular tomonga yaqinlashardi. To'yni ajali bo'ladi endi. Tamom.